eng yaxshi ko'rgan sevimli ustozingiz? Meni eng yaxshi ko'rgan ikkita ustozim bor. Bittasi o'zimizning direktorimiz, bittasi o'zimizning kuratorimiz Hafiza. Matematikadan dars beradi. Ko'pchilik ta'kidladi, nima uchun ularni zo'r ustoz deb o'ylaysiz? Quvonchli ham darslarni qiziq olib o'tiradi. Masalan, biz 11-sinfda tushunmay qolsam, 5-sinfdan bo'lsa ham 6-sinfni eslatib tushuntirib beradi doskada. Ham darsda zo'r o'yin kulgu qilib o'tadi. Masalan, darsdan tashqari ochiq dars o'tganimizda ham o'yin o'ynatib turadi. Qo'yib. Demak, turli xil qiziqarli darslarni tashkil qilish bu o'quvchilarga ancha foydali deb o'ylaysiz. Boringizga shukur, rahmat kattakon. Matematika ustoz. Matematika ustoz. Ismlari? Hafiza. Hafiza opa. Nima uchun yaxshi ko'rasiz? 3 ta ularning sifatlarini sanab bering. Ustoz tushunmasam boshqatdan tushuntirib beradi. Zo'r. Keyin yaxshilar unaqa baqirmaydilar bu. Matematika ismlari? Hafiza opa. Nima uchun ularni zo'r ustoz deysiz? Chunki darslik tushunmasa tushuntirib beradilar boshqa. Zo'r. Ham boshqa ustozlarga o'xshab baqirmaylar bizga. Zo'r. Maktabda so'rovnoma o'tkazdik. Og'iz aka o'quvchilar bilan eng yaxshi ko'rgan ustozim deb sizni tanlashdi. Shuning uchun bu bilan tabriklayman. Xursandman. Umuman olib qaraganda hozir sizni butun respublika ustozlarimiz kuzatishyapti. Ularga sevimli ustoz bo'lishning 3 ta eng muhim sirini bo'lishsangiz, tajribangiz orqali. Birinchidan bolalarni tinglash kerak. Ular fikrini tinglasangiz, ular ham sizni tinglaydi. Do'st bo'lish kerak. Ikkinchisi, keyin yengillikni orqasidan quvib yeta olish kerak. Zamon bilan hamnafas bo'lish. Zamon bilan hamnafas bo'lish kerak. Qoyilman. Shu Boringizga shukur.